Universitetni tanlayotganda uchraydigan 5 ta xatolikni bilasizmi? Aynan shu xatoliklar keyinchalik pushaymonlik keltiradi. Birinchisi, faqat reytingga qarab tanlash. Eng katta xatolardan biri. Reyting albatta universitetning nufuzini belgilaydi, ammo moslikni kafolatlamaydi. Ikkinchisi, do'st ortidan universitetni tanlash. Bu sizning emas, uning yo'li. Siz o'zingizni yo'lingizni topishingiz kerak. Uchinchisi, kasbingizni bilmasdan tanlov qilish. Noaniqlik ichida qaror qabul qilishdir. Bu esa ko'p hollarda yo'nalish almashishga olib keladi. To'rtinchisi, faqat grantga qarab tanlash sizni qiziqmaydigan sohada qiynalishga majbur qiladi. Beshinchisi va oxirgisi, bu muhit va imkoniyatlarni e'tiborsiz qoldirish, o'zingizni cheklash demakdir. Universitet bu faqat dars emas, bu rivojlanish makoni. To'g'ri tanlov o'zini anglashdan boshlanadi. Universitetni boshqalarga qarab emas, o'z orzularingiz asosida tanlang. Izohlar yozing. Siz tanlovga eng ko'p nimaga e'tibor berasiz? Xatolarni oldindan bilgan inson yutadi. To'g'ri qaror esa kelajakni o'zgartiradi.